Cho'miltirish bo'yicha ko'p murojaatlar keladi bizga. Cho'miltirish bolaga kerakmi? Bolani cho'miltirganda bola ko'p shomillaydimi degan savollar berishadi. Albatta bu noto'g'ri fikr. Cho'miltirish faqatgina foyda beradi. Biz hozir cho'miltirish haqida ozgina tushuntirib berib ketaman. Cho'miltirish 6 oygacha bolalarga har kuni 6 oydan keyin kunora va 1 yoshdan keyin bir haftada 2 martagacha cho'miltirish tavsiya qilamiz. Cho'miltirganda shampun, sovun kabi yuvintirish vositalarini bir haftada 1 yoki 2 martaga ishlatishga ruxsat beramiz. Chunki terini quritmasligi va zararlamasligi uchun. Cho'miltirish chaqaloqlar uchun biz tavsiyamiz uyqudan oldin, obedda yoki kechki paytga qorin to'ydirilmagan holatda och qoringa yuvintirgan tavsiya qilamiz. Sababi yuvintirgandan keyin bola qorni to'ydiriladi va uxlashga yaxshi ketadi. Undan tashqari cho'miltirish qanchalik foydali organizm uchun? Birinchidan terini ustida bakteriyalarni ko'payishini oldini oladi. Ikkinchidan mushaklar va nerv tizimini tonusini yaxshilaydi va qo'zg'aluvchanligini pasaytiradi. Ichak faoliyatini yaxshilaydi, shuni hisobiga ichki kelishlari yaxshilanadi. Bolaning uyqusi yaxshilanadi, ishtahasi yaxshilanadi. Albatta, faqatgina foyda keltiradi xolos.